Navbatdagi dastavkamiz Tojikistonga 15 kilovatli Nijniy Garinakat yo'limiz. Chiqishi qimmatrog'ini derdik, arzon ekan. 600 mingga olib chiqib berishyapti, boshqa yuklar bilan birga qo'shib. Qo'l avtomatik yo'limiz o'zini o'zi boshqaradi. Ichiga 45 kg atrofida ko'mir sig'adi. Ventilyatorlari buni mustahkam ventilyatordan. Yonda eshichalarni ham yangilik qilib qo'yilgan mana. Kreska sepib yopib olgan ekansiz, sirazi. Eshichalari ham mana ochilishlari ruchka bilan bo'ladi. Ichaklari shu kulini to'kadi. Hozirdan xarid qiladigan bo'lsalaring, ham kat yo'lda skidkada xarid qilasizlar, ham santexnik tovush oson. Nalichida kat yo'llarimiz bor. Boshqatdan bitta bo'yab, chiroyli qilib yetkazib beramiz O'zbekiston bo'yicha. Ichki holatlarni ko'rsatib o'taman. Ichaklarni qimillatganingizda kulini to'kadi. Tortib turib, hali tosh musurlar to'plangani pastga to'xtab qo'ygan kunlar tushirib olsangiz bo'ladi. Kat yo'lda o't yurish yo'llari uzun. Ekonom bo'ladi. Bu o'tin, ko'mir, gaz, svet hammasiga ishlaydi. Avtomat kat yo'limiz asosan mayda ko'mirga mo'ljallangan bo'ladi. Avtomat kat yo'limiz ham ekonomiyaga bemalol boshqa kat yo'llarga ham solishtirib olaverasizlar. Nimaga? Bu yerda hozir 4 yo'l o't yurgandan keyin bu tarafdan mana yana pastga tushib, kevaga chiqib, keyin tashqariga chiqib ketadi. Shuni hisobiga anchagina ekonom bo'ladi. Ko'pchilik e'tibor bermayapti. Ekonom bo'ladi desak, endi 1-2 kilo nimani qiladi deb ba'zilar o'ylashyapti. Bir kunda 10 kilodan asqot ekonom qilganda 1 yilda 1,5 tonna atrofida taxminan ekonom bo'ladi. Yo'q deganda, bo'lmasa 20 kilo, 25 kilogacha raznica beradi bu kat yo'llar boshqa kat yo'llarga nisbatan. Mana bu utilitsiz variant taqib qo'yilgan. Bemalol mana xonalarimiz bitgan. Inshaalloh bugundan kat yo'llarni olib kiramiz. Ichkariga kelib yoqib ham ko'rib olsangiz bo'ladi bemalol. Xohlang bir yo'l olib ketadiganingizni yoqing. Xohlang. Shopir aka, salom aytaylar. Chegaradan o'tishiga ko'p Tojikistondan bizga aloqaga chiqishganda o'ylanishardi. O'tishi muammo bo'lmas ekan. 5000 dollargacha yuklar kirdi chiqdi bo'laverar ekan. Endi Tojikiston chegarasida bilmayman, O'zbekiston chegarasida shunaqa bo'lar ekan, shuning uchun bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh kelishilgan holatda yetkazib berilaveradi. Chegaragacha olib borib bersak, undan yog'iga olib o'tib ketsa ham bo'laveradi, bemalol. Mana bu ham bir ajoyib yangilik. Bu kat yo'limiz. Bu ham avtomat kat yo'l, ham bu nima? O'tin ko'mirga ishlaydi. Bunaqa iri ko'mirlarga ham. Baga iri ko'mirlarni solib yoqsiz bo'ladi, bemalol. Bu tarafdan shu garelkasi tushadi. Avtomat o'zi ham ishlayveradi. Bu o't yurish yo'li yana ham uzun bo'ladi, ekonom bo'ladi, ham mana iri ko'mirlar chiqib qolsa, bu yoqdan sovorsiz bo'ladi. Kimga shunaqa sifatli ekonom kat yo'llar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'lib qo'yib, kuzatishda davom etinglar. Biz sizlar uchun sifatli ekonom kat yo'llarni chiqarishda davom etamiz. Kelib ko'rmoqchi bo'lganlarga manzilimizni tushuntirib ketamiz. Bu tarafdan Yangi bozordan kelganda, Qo'qon bozoridan kelganda mana Qumariq tugadi, Qumarobod tugadi, Mirzaxo'ja boshlandi degan yozuvda bu yerda yo'lga yurganda. Endi yo'lda bo'yida ustaxonamiz. Bemalol kelib ko'rib, kelib yoqib ham ko'rib, xarid qilsalaring bo'ladi bemalol.